yillab antidepressantlar, tinchlantiruvchi dorilar ichasiz. Dori ichgan paytingiz biroz yaxshilik, vahima yo'qolgandek, yurak urishi to'xtagandek, xavotir, vahimalar biroz yo'qolgandek hissiyotlarni his qilasiz. Lekin dori ichishni to'xtatishingiz bilan, qondagi dori ta'siri kamayishni boshlashi bilan sizdagi o'sha muammo 2 barobar kuchayib qaytib keladi. Tanish holatmi? Assalomu alaykum. Bugun biz mana shu achchiq haqiqat, mana shu muammo haqida ozgina gaplashib o'tamiz. Nima uchun faqatgina kimyo, ya'ni dorilar orqali psixologik muammodan to'liq tuzalib bo'lmasligini shu video orqali sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Buni qiyoslab sizga osonroq tushuntirishga harakat qilaman. Tasavvur qiling, uyingiz yonyapti deylik. Uy yonganda bilamizki, zamonaviy uylarda yong'in signalizatsiyasi bor. Va bu olov chiqqanini yoki tutun paydo bo'lganini xabar beradigan ovoz, ya'ni shovqin chiqaradi. Endi siz yong'inni o'chirishni o'rniga mana shu signalizatsiya simini uzib qo'ydingiz. Nima bo'ladi? Yong'in o'chib qoladimi? Yo'q, yong'in o'z-o'zidan yonishda davom etyapti. Faqatgina yong'in bo'lyapti degan xabar yo'q xolos, signalizatsiya yo'q xolos. Dorilar ham xuddi shunday ishlaydi. Siz dorini ichgan paytingizda sizni miyangizdagi o'sha paydo bo'layotgan qo'rquv va vahimalarni qo'zg'atadigan yoki mana shu narsalarni paydo qiladigan, mana shu simptomlarni boshqaradigan miyani markazini dorilar falaj qilib, o'chirib, tormozlab qo'yadi. Va buni natijasida siz o'zingizni biroz yengil his qilasiz. Lekin vaqt o'tib, siz yaxshi bo'lib qoldim, endi o'qalib ketdi degan holatda dorini sekin-asta to'xtatishingiz bilan oradan vaqt o'tib bu narsa yana ham kuchayib ketadi, yana qaytib keladi. Bunga sabab ana shu narsa, ya'ni asosiy muammoni hal qilinmaganidir. Nevroz bu psixologik muammo, psixologik kasallik. Nevroz kasallarda mana o'zlaringda juda bu ko'p narsa o'zlaringga aniq. Nevroz kasallarda shu narsa bo'ladiki, soch uchidan tirnoq uchigacha tekshirtirib chiqishadi. Hattoki O'zbekiston sharoitida nima deydi? Doktorlar, shifokorlar yoki turli xil tekshiruvchi apparatlarga qoniqmasdan chet ellarga borib davolangan, chet ellarga borib tekshirtirgan bemorlar bor. Hindiston, Rossiya, boshqa davlatlar. Lekin qayerga bormasin, hamma joyda sen sog'pa-sog'san degan tashxisni qo'yishadi, senda hech qanday muammo yo'q deydi. Nevroz shuning uchun ham psixologik kasallik. Psixologik kasallikni nima bilan yo'qotiladi? Psixologik kasallikni psixoterapiya orqali mana shu kasallikni yengish, ya'ni tagini tozalash orqali yo'qotiladi. Mana shu kasallikni paydo qilgan ildizni yo'qotish orqali yo'qotiladi. Ya'ni yana ham soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, misol uchun hovlimizdan chiqadigan begona o'tlar bor, to'g'rimi? Mana shu begona o'tlarni siz ustini chopib yoki o'rib tashlaganingiz bilan bu o't vaqt o'tgandan keyin yana chiqaveradi. Endi siz qachonki uni o'sha ildizini topib, kovlab, olib tashladingiz va bu o't yo'qoladi. Nevroz ham xuddi shunday muammo. Nevrozni asosida, tagida yotadigan narsa bu hal qilinmagan qandaydir muammo yoki qandaydir miyada qotib qolgan, qachondir paydo bo'lgan qo'rquv va shunga o'xshash holatlar nevrozni keltirib chiqarishga, sizdagi bo'layotgan simptomlarga sabab bo'layotgan narsa. Nevrozda eng to'g'ri yo'l bu psixoterapiya. Psixoterapiya orqali siz o'zingizdagi muammolardan xalos bo'lasiz. Yana bir narsa, psixoterapiyani juda ko'pchilik oddiy shunchaki suhbat deb o'ylaydi. Yoki ba'zi bir mutaxassislarga borib, shunchaki gaplashib o'tirdik xolos, o'zingizni qo'lga oling, hammasi yaxshi bo'ladi, unaqa qiling, bunaqa qiling degan motivatsion suhbatni nazarda tutishadi. Yo'q, psixoterapiya motivatsiya emas. Bu motivatsiyani agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, sizni uyingizdagilar ham beradi. Siz atrofingizdagi qarindoshlaringiz ham o'zingni qo'lga ol, nimaga siqilasan, nimaga xafa bo'lasan, hamma narsang yetarli-ku. Ko'chaga chiq, o'yna, kul degan narsani aytishadi. Lekin psixoterapiya unday emas. Psixoterapiya mana shu muammoni keltirib chiqarayotgan sababni, voqeani, xotirani, muammoni topib, uni qayta ishlashdir. Suhbatlar ham shunga qaratilgan bo'lishi kerak. Ya'ni
Bu oddiy ko'chadagi insonning suhbati emas, ilmiy suhbat bo'ladi, suhbat bo'lganda ham. Yoki suhbatdan tashqari boshqa o'zini usullari bo'ladi, o'zini texnikalari bo'ladi psixoterapiya ham. Siz kelgan paytingizda mana shu texnikalar qo'llaniladi. O'sha sizdagi muammoni ildizini, sababini yo'qotish uchun. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like va obuna bosishni unutmang, obuna tugmasini bosishni unutmang. Obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz sizga qanday foyda bo'ladi? Obuna bo'ladigan bo'lsangiz sizga mana shu mavzudagi meni kanalimdagi videolarni YouTube o'zi sizga taqdim qilib turadi. Har safar o'zingiz qidirib ko'rishingiz shart emas. Like bosadigan bo'lsangiz sizga o'xshagan bemorlar, mana shunday kasal bilan og'riyotgan bemorlarda juda ko'pchiligi shunday holatda keladiki, psixoterapevtga doktor, biz hamma joyga bordik, bormagan doktorimiz qolmadi. Nefrotologga ham, yurak doktoriga ham, oshqozonga ham bordik, folbinga ham bordik, jin chiqaradiganga ham bordik, hammasiga borib chiqishadi. Oxiri psixoterapevtga kelishadi. Endi siz like bosadigan bo'lsangiz, mana shu like orqali mana shu video ko'proq odam ko'radi va sizga o'xshagan insonlarga bu tezroq YouTube tomonidan tavsiya qilinadi. Bizga buni hech qanday foydasi yo'q. Faqatgina siz qandaydir o'zingizga o'xshagan insonlarga ozgina savodli yordam qilasiz xolos. Obuna bo'lsangiz o'zingizga yaxshi videolar o'z-o'zidan chiqib turadi. Har safar qidirib yurishingiz shart emas. Qachon ko'rdim, qayerda ko'rdim degan narsani qilishingiz shart emas. Bu narsani aytishimga sabab ko'pchilik telefon qilishadi-da, bitta videoingiz bor ekan, mana shunaqa shunga deydi, biror tavsiya bersangiz, nima qilsam bo'ladi uy sharoitida degan narsani aytishadi. Mana shu videolarda ko'p ma'lumotlar berilgan. Ya'ni uy sharoitida nima qilsa bo'ladi, qanaqa mashqlar qilsa bo'ladi, mustaqil nimalar qilish kerak. Mana shu narsalar kanalda bor. Kanaldagi narsani siz agar obuna bo'lsangiz, o'z-o'zidan chiqib keladi. Kerak paytda kirib yana xohlaganingizni ko'rishingiz mumkin yoki YouTube sizni qidiruvingizga asosan chiqarib beradi. Biz har doim sizga nima deydi, o'sha tavsiyalarni boshqalarga tushuntirib berishga vaqtimiz bo'lmasligi mumkin. Yoki hozir imkonim yo'q, vaqtim yo'q deydigan bo'lsam, mijozlar xafa bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana shu narsani aytib o'tyapman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Agar kimda qandaydir muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu ekrandagi raqamlarga telefon qilishlaring ham mumkin yoki ijtimoiy tarmoqlar, Telegram, WhatsApp, Imo yoki mana Max qaysinisi qulay bo'lsa, shular orqali aloqaga chiqishlaring mumkin.